Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana bog'daman bugun. 20-dekabr qor yog'yapti Toshkentda. Yuqori Chirchiq tumanida. Hozir ko'rib turgan bog'inglar Pink Lady olma bog'i. Bu yil shu maydondan 25 tonnadan oshiqroq hosil oldik 1 gektar maydondan. Endi bizani olma qurtidan kelgan eng katta zararimiz, ya'ni mevalarga zarar keltiradigan bitta ko'rinmas dushmanimiz bor. Shuni ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik faqat mevaga o'tganidagina buni zararini bilishadi, tushunishadi, lekin bu yerda mevadan oldin biz bu zararni bilib oldin tayyor turishimiz kerak. Demak, ko'rsataman hozir. To'g'ri oling mana. Ko'ryapsizlar mana holatini. Bu olmani ustiga mevasini sifatiga juda katta zarar yetkazadigan hasharot. Shtovka deymiz biz buni. Qalqondorlar mana meva. Bu shoxdagi zarari hozir mana. Holatini ko'ryapsizlar. Endi boshlayapti. Olma mana gul kurtaylari xudo xolasa buni ham ko'rsataylik. Mana juda ajoyib. Lekin mana shu nuqta belgilar shtovka deydi. Ya'ni bu olmani mevasini ustidagi tovarlik ko'rinishini juda ham yomon ahvolga olib keladi. Demak, bir bu aytishimizdan maqsad biza hozir shu zararlarga sizlar tayyor turishingiz kerak. Bog'i bor fermer akalarimiz bu zarar deyarli hamma meva turiga tushadi. Shuning uchun oldindan tayyor turish kerak bo'ladi. Hozir bitta aniqladik. 1 gektar maydonda agar 5 tada chiqadigan bo'lsa, sizlar buni kimyoviy yo'l bilan hal qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir qidiryapman bu yerda. Bitta ko'rmayapman, past tomonda chiqdi. Ko'rinmas dushmanlarimiz bo'ladi bular. Mana bunaqa juda ham ko'p shox o'sgan joylarda paydo bo'ladi. Men topdim yana, o'sha ikkita bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, o'sha tanani chaqqan bu, keyin mevaga o'tish boshlaydi. Ikkita bo'ldi. Buni bu hasharotni zararni kamaytirish uchun erta bahorda kurtaylar bo'rtish davrida maxsus insektisidlar bor. Bu hammaga o'zimiz bilgan mineral moy yoki F30 deyishadi. O'sha mahsulotdan foydalanib ichiga Nurel yoki karate shunga o'xshagan har xil kuchli ta'sir qiluvchi insektisidlardan foydalanib zararni kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Chiqmayapti. Hozircha Pink Lady olmani chiqdi bitta yana. 3 ta bo'ldi. Mana holat juda qattiq zarar keltiribdi bu daraxtga. Hammaga tavsiya qilaman, o'zini bog'idagi olmalarni hozir tekshirishni mana. Ayni payti va chorani kurashni hozirdan boshlash kerak bo'ladi mana holat. Zarar juda keng ko'lamli buni. Ya'ni mevani sifatini, bozorboplik sifatini to'g'ridan to'g'ri buzadi. Kichkina mevasi ekan bu. Qoyil. Hali ham o'zini holatda turibdi. Uchta bo'ldi.
juda yo'q ekan. 5 ta topsak, mana 4-voy juda ham zarar katta, mana e'tibor beringlar. Biza beradigan bilimlar bilasizlar, har doim to'liq amaliy bo'ladi. Imkon qadar harakat qilamiz. Amaliyotda ko'rsatib berishga mana holatini. Ko'rasizlar. Buni yengil biza va xolos erta bahorga yaqin kesib qalin shoxlarini olamizda. Daraxtga imkon qadar quyosh olib kirishga harakat qilamiz. Demak, 4 ta bo'ldi va hali aytganimdek mineral oil va F30 preparatlarini 1 tonna suvga 30 litrgacha solib qarshi kurashamiz va Nurel Karate va boshqa kuchli ta'sir qiluvchi insektisidlardan va vegetatsiya davrida Admiral degan dori bor, Priproxafen degan tarkibli. Shuni ham qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Albatta vegetatsiya davrida bir marta kompleksli himoya qilish kerak. 4 ta bo'ldi. 5-chisini topishga harakat qilaman. Ko'payishni boshlaydi bu zarar, shuning uchun oldindan tayyor turinglar. Hammaga bog'i bor akalarga tavsiya qilaman. Imkon qadar hozir bog'inglarga borib, ko'rib, butun bog'inglarni tekshirib chiqinglar, sananglar va nechtaligini iloji boricha yozsanglar. Bizga javob beramiz, nima qilinishi kerak, qanaqa chora ko'rilishi kerakligini hammasini aytamiz. Mana 5 ta bo'ldi. Mana holat. Demak, kelishganimdek 1 gektar maydonga, xudo xolasa biza 1 tonna suvga 30 litr mineral oil, 2 litr Nurelda ishlatamiz va 500 grammgacha Karate degan insektisidlardan foydalanib, bu xudo xolasa bu zararni kamaytiramiz. Bu birinchi ishlov bo'ladi. Ikkinchi ishlov esa vegetatsiya davrida. Uni ham xudo xolasa yana aytaman qachonligini. Chunki jarayonga tushganimizda biza bilimlarni olsak, miyamiz ko'proq eslab qolish foydaliligi oshadi. Shuning uchun hozirgi birinchi qilinadigan ishimiz aynan shtovkaga hozir kirib bog'inglarni tekshiringlar va yozinglar o'zinglar uchun nechta aniqlaganinglarni va agar qiziq bo'lsa ma'lumotni menga yozib tashlab berishinglar mumkin. Ikkinchisini aytaman, xudo xolasa yana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bog'inglarda hosilinglarni birgalikda oshiramiz.